Aka buni bunaqa yemaydi-yu. Qanaqa ekan? O'zbekmisiz aka? Ha. O'zbekistonlik ziyoratchilar uchun ajoyib yangilik. Endi yurtimizning sevimli milliy brendlari Gummaxona va Non Kabob Saudiya Arabistonining Madina shahrida o'z eshiklarini ochdi. Manzili shundoq Nabaviyning 365-eshigidan chiqib, aleya bo'ylab atik 100 metrda joylashgan. Non Kabob bilan Gummaxonimni fast food qilib, kollaboratsiya qilib, yangicha konsepsiya bo'yicha ochilgan. Gummaxonimda sizlarni mazali gumma, kartoshkali pirojki, saksikali pirojki, somsa, manta va mashhur bozor xonimi kutib turibdi. Non Kabobda esa har xil setli qilib komboli qilib qo'yishgan, juda ham qulay ziyoratchilar uchun. Mol go'shti, tovuq go'shti va eksklyuziv tuya go'shtidan tayyorlangan kabobni ham tatib ko'ring. Qashqarda havo qanchalik issiq bo'lmasa, restoran ichi salqin va juda ham qulay. Madinaga kelsangiz, albatta Gummaxona va Non Kabobga mehmonga kirib keting. Aka buni bunaqa yemaydi-yu. Aka. Qanaqa edi? O'zbekmisiz aka? Fransuzmi aka?